Deputat Rossiyadagi o'zbekistonliklarga nisbatan adolatli munosabatda bo'lishni talab qildi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasiya tugmalarini bosib qo'ying. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Tadbirkorlik, raqobatini rivojlantirish va sanoat qo'mitasi raisi Bobur Bekmurodov O'zbekistonda rossiyalik fuqarolar kamsitilgani, xo'rlangani yoki kaltaklangani kuzatilmagani kabi O'zbekiston fuqarolariga ham Rossiyada shunday munosabatda bo'lishi shart ekanligini bildirdi. Ittifoqchilik shunday boshlanadi, dedi deputat. Chelyabinskdagi Kurchatov nomidagi aeroportda noqonuniy migrantlarni aniqlash bo'yicha reyd o'tkazildi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasiya tugmalarini bosib qo'ying. Federal xavfsizlik xizmati FSB, Ichki ishlar vazirligi va Rosgvardiya xodimlari 170 nafardan ortiq migrant va yaqinda Rossiya fuqaroligini olgan shaxslarni tekshirgan. Reyd davomida migratsiya qonunchiligini buzgan qo'shni davlat fuqarolari aniqlangan. Ular Ma'muriy huquqbuzarliklar kodeksining 18-moddasiga muvofiq ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Sheremetyevo aeroportida musulmonlar uchun namozxona tashkil qilinadi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasiya tugmalarini bosib qo'ying. Moskva muftiysi Sheremetyevo aeroportida musulmonlar uchun maxsus namozxona tashkil etish ishlarini boshladi. Musulmonlar jamoasi vakillarining so'zlariga ko'ra, xonalardan biriga allaqachon joy namoz gilamlari yetkazib berilgan. Bundan tashqari, avval sanuzellarning bir qismi tahoratxona sifatida qayta jihozlangan bo'lib, u sayohat paytida musulmonlar uchun diniy amallarni to'liq ado etish imkonini beradi. Rossiyaga borib ishlamoqchi bo'lganlar uchun ajoyib yangilik. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasiya tugmalarini bosib qo'ying. O'zbekistonda Rossiyadagi Rusal korxonalari uchun 500 ta ish o'rniga tanlov e'lon qilindi. Bu haqda Migratsiya agentligi matbuot xizmati xabar berdi. Unga ko'ra, elektropoyvandchi, gidravlik disklar ishlab chiqarish bo'yicha ishchi, chilangar va ishchi kasblar bo'yicha 500 ta bo'sh ish o'rni e'lon qilingan. Taklif etilayotgan oylik maosh 70 ming 95 ming rubl, 10 milliondan 14 milliongacha. Talablar 20 yoshdan 45 yoshgacha oralig'ida. Rus tilini bilish, Rossiyaga kirishda cheklov bo'lmasligi, sudlanmaganlik. Agentlik ma'lumotiga ko'ra, ish o'rinlari Irkutsk, Kemerovo, Yekaterinburg, Bratsk va Krasnoyarsk hududlarida joylashgan Rusal komplektatsiya korxonalarida taklif etilmoqda.